Ayol ojizi, lekin to'shakdagi ojizalik ayrim ajrimlarga olib keladi. Bizni ko'p uzviy ayollarimiz mana shu holatga tushadi meni holatimga. Ko'plik qilardilar, Qo'qon darvozasi. Men uni nimaligini tushunmasdim. Menga o'xshagan balkim bordir ayollar. Xo'jayinim mendan lazzat olmay qo'yganligi. Ayol ojizi, lekin to'shakdagi ojizalik ayrim ajrimlarga olib keladi. Buni hamma biladi, ammo bu haqda hech kim gapirishni xohlamaydi. Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Bugungi qahramonimiz o'zlarini oydin deb tanishtirishlarini iltimos qildilar. Yuzlarini ham ko'rsatishga haqqimiz yo'q, chunki ular o'zlarini hayotlarida bo'lgan voqeani aytib beradilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oydin opa, 35 yoshga kirishingizga qaramasdan turmushingizda ko'pgina muammolarga duch kelibsiz. Shu haqda gapirib bersangiz. Bu yerga kelishimdan maqsad shu men qilgan hayotdagi xatolardan, kamchiliklarda boshqa birov takrorlamasa, meni hayotim kimlargadir ibrat bo'lsin degan ma'noda keldim. Chunki biz kitoblardan, reallikdan, hayotiy voqealardan ko'pincha kinolardan ko'rib o'zimizga kerakli yechimni olamiz hayotda. Shu munosabat bilan o'ylab ko'rdimda, keling, shu o'zimning hayotimda bo'lgan voqeani aytib berayda. Menga o'xshagan balkim bordir ayollar, oilasini saqlash uchun, oilasini asrab qolishlik uchun, oilasida bo'layotgan muammolarni yechim topolmay yurganlarga balkim meni boshimdan o'tkazgan hayotiy voqeam ibrat bo'lar deb kelishga qaror qildim. Ya'ni turmush qurganimizga 10 yildan oshdi. 3 ta farzandimiz bor. Ketma-ket farzandli bo'ldim. Bundan natijasida o'zi uy bekasi ham hech qayerda ishlamaganim sababli o'zimga qarolmadim. Bolalar bilan, ro'zg'or bilan, turmush o'rtog'im bilan ovora bo'ldim. Ketma-ket farzand ko'rganim uchun meditsina tomonidan sog'lig'im ozgina joyida bo'lmay qoldi. Daniga ya'ni vaznim oshib ketdi. Vaznim oshgani yana birama o'zgarishlar bo'ldi. Uy bekasiman, hech qayerda o'qimaganman, ishlamaganman. Ko'p joylarga masalan chiqib bir narsalar o'rganmaganman. Bolalar bilan uy tashlab o'tish bilan ortib o'zimga qarolmaganman. Bu ko'p ayollarda boshidagi muammo. Biz ko'p uzviy ayollarimiz mana shu holatga tushadi meni holatimga. Sabab bo'ldi yana ayrim, ya'ni biz o'zbekchilikda ozgina ormamiz qilamiz aytishga. Bu narsani men keyin bildim. Xo'jayinim oilamizdan ketdilar, hisob ajramadik, lekin ajrim darajasiga yetib bordik. Bunga nima sabab bo'ldi? Sababi shu vaznim oshgani ham uncha nima bo'lmadi. Ular birinchi yaxshi insonlar. Men hech qachon ularni yomon demayman, chunki yomon turmush o'rtoq bo'lmagandilar. Menga chiroyli tushuntirishga harakat qildilar. Ayting, kamchiligim nimada, nima men sizda qoniqtira olmayapman, qaysi tomondan mehr bermayapmanmi, uyda ish qila olmayapmanmi, sizda ortiq vaqt ko'rsata olmayapmanmi deganimda chiroyli tushuntirishga harakat qildilar. Ko'nglimni og'ritmaslikka harakat qildilar. Ko'plik qilardilar. Qo'qon darvozasi deb. Men uni nimaligini tushunmasdim, keyin tushundim. Demak, jinsiy muammolar bo'lgan. Xo'jayinim mendan lazzat olmay qo'yganlar, ya'ni men ayol sifatida ularni umuman qiziqtirmay qo'ygan ekanman. Chunki men ketma-ket turdim. Aytganimdek, bolalarim vazni ham kichkina emas, katta turardi. 3 kilo 600, 3 kilo 200 mana shunaqa bo'lardi. Yana panamiz dam bo'lmagandi, jinnet bolaga tayyorgarlik ko'rmay turib qilingan. Xullas kalom, xo'jayinim ochiqcha aytmadilar, u kulib hazillashib boshqa qiladilar, lekin boshqa ayolga ketib qolganligini bilganimdan keyin bildim, muammo o'zimga ekan, o'zimga baribir men yaxshi ish qilaylik, yaxshi qaraylik-ku, lekin ezginligi u narsa ham ularni ko'nglini olish ham kerak ekan. U ham bizning vazifamiz ekan. Ya'ni kirib ustimizni hiblanib, kulib ovqat qilyapmiz, bolaga qarayapmiz deb o'zimizni juft kashib qo'ysak ham bo'lmas ekan. Ko'pincha ayollar mana shu xato qilsa kerak deb o'ylayman-da. Balkim o'qiganimda, balkim ishlaganimda asal o'zimga qaragan bo'lardim. O'ylab bo'lganim uchun e'tibor bo'lardim. Hech nima qilmasdim. Xo'jayinimlar bilan oramizda sovuqlik tushib qolgandi. Bir qariyalarning gapi bor-u, onangni ham otangga pardoz ko'rsatmadi.
o'shandan keyin o'zizga qaraganingizdan keyin qandaydir e'tibor o'zgardimi yo o'sha o'ynashlariga yana bordilarmi? O'zimni ozish uchun hozir mana texnika rivojlangan, meditsina rivojlangan, internetga kirsangiz hamma narsa bor. O'tirdim, internetga kirdim, ozdirish sport klubiga vaqt topib o'zimga chiqdim. Shu yerda menga o'xshagan muammosi bor xotinlar bilan gaplashdim. Ular aytib berdi o'zlarini boshidan o'tgan voqealarni deb. Yo'q, mana baraka topishsin. Hozir shifokorlarimiz har xil shunaqa nimalar o'ylab topishyapti. Ya'ni muolaja qiladigan gellar bor, o'sha surtadigan mavlari bor, qiladigan mashqlari bor. Men ularni nima qilmaganman-da bilmaganman. Hozir judayam meditsina rivojlanib, har xil nimalar chiqib ketdi. Yo hozir shulardan foydalandim, o'zimga qarashni boshladim. U tomonlama erimdan ko'lini olishga harakat qildim. Xudoga shukr, xo'jayinimlar ancha o'zgarib qopsan deb, yana nima deydi, menga nisbatan muhabbatlari, mehrlari oshdi. Oilamizga butunlay qaytib keldilar. Rahmat Oydin opa, sizdan ko'p narsa oldim. Menimcha tomoshabinlarimiz ham sizdan ko'p narsa o'rganishdi. Tomoshabinlarimiz esa so'z ko'rsatuvni tomosha qilishda davom etsin.